Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Bugun biz sizlarga qomatingiz tekis va to'g'ri bo'lishi uchun bir necha maslahatlarni beramiz. Fransuzlarning ta'kidlashicha, 16 yoshli qizlardan ko'ra 50 yoshli ayollar orasida gavdalarini mag'rur tutib yura olishlari ancha osonroq ekan. Ba'zi ayollar bir qarashda ham chiroyli, ham kelishgan ko'rinadilar. Lekin nima qilsalar ham ularda joziba, zebolik ko'rinmaydi. Boshqa ayollarning esa kichkina chandiqlari ham o'zlariga yarashib turadi. Bunday ayollar yuzlaridagi ba'zi nuqsonlari, yurishlari, o'zlarini tutishlari oldida katta ahamiyatga ega emasdek ko'rinadi. Ular qomatlarini tik tutgan holda boshlarini ko'tarib, go'yo suzayotgandek yengil qadam tashlaydilar. Bunday ayollar gavdani tik tutib va shu bilan birga ayollarga xos latofat bilan yurish zamonaviy qimmatbaho kiyimlardan ko'ra ularga ko'proq chiroy baxsh etib turishini tushunib yetganlar. Mag'rur, chiroyli qadam tashlab yurgan ayollarning tashqi ko'rinishidagi ba'zi bir kamchiliklari umuman sezilmaydi. Chunki hamma o'z e'tiborini ayolning zebo, yengil qadam tashlashiga qaratadi. Ozg'in, lekin bukchayib yurgan qizlardan ko'ra tekis gavda bilan qadam tashlayotgan to'laroq qizlar chiroyli ko'rinadi. Ko'zgu yoniga keling va qomatingizga bir qiyo boqing. Boshingizni sal yuqoriga ko'taring, yelkalaringizni to'g'ri tutib, qorningizni ichga torting. Gavdani to'g'ri tutishning hech qiyin joyi yo'q, lekin uni birinchi 5 daqiqagina emas, balki har daqiqa va har kuni to'g'ri tutishga o'rganish kerak. Bu esa sizdan ozmi ko'pmi harakatni talab etadi. Siz gavdangizni to'g'ri tutishni qancha erta boshlasangiz, shuncha yaxshi. Buning uchun sizga bir qancha mashqlarni taklif etamiz. Birinchi mashqimiz: to'g'ri turing. Oyoqlar yelka kengligida, qo'lingiz belda. Yelkangizni to'g'ri tutgan holda pastga engashing. Boshingizni sal ko'tarib turing. Bu paytda boshingiz yerga emas, to'g'riga qarashi kerak. So'ng avvalgi holatga qayting. Ikkinchi mashqimiz: polga o'tiring. Qo'llaringiz belda, oyoqlaringiz to'g'riga uzatilgan. Asta-sekinlik bilan orqaga yoting va xuddi shunday asta-sekinlik bilan avvalgi holatga qayting. Bu mashqni bajarayotganingizda yelkangizni to'g'ri turishiga e'tibor bering. Va uchinchi mashqimiz: chalqancha yoting. Oyoqlaringizni bukib tanangizga yaqinlashtiring. Qo'lingiz bilan oyoqlaringizni quchoqlang. Shunday qilib oyoqlaringizni qo'yib yubormasdan o'tirishga harakat qiling va yana avvalgi holatingizga qayting. Bunda e'tiboringizni yelkangizga qarating. Chiroyli yurishingiz uchun oyoq kiyimingiz ham katta ahamiyatga ega. Oyoq kiyimingiz tor yoki keng bo'lsa, siqib tursa, chiroyli yurish haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Chunki bunda bir amallab uyimga yetib olsam bo'ldi degan fikrdan nariga o'ta olmaysiz. Oyoq kiyimingizni poshnasi yo'q bo'lsa, yurishingiz o'g'il bolalarnikiga o'xshab qoladi. Baland poshnada esa vazn og'irligi oyoq uchiga tushadi va tizzalar bukilmaydi. Bunda ayol kishi yengil qadam tashlay olmaydi. Shuning uchun oyoq kiyimingizni poshnasi o'rtacha bo'lmog'i lozim. Qomatingiz to'g'ri, tekis bo'lishiga ahamiyat bering.